Kichik tahorat almayla g'usl qilish haqida. Savol. Assalomu alaykum. Kichik tahorat almayla g'usl qilsak, qaytadan kichik tahorat almayla namoz o'qisak bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Kichik tahorat elvetish g'uslning shartlaridan emas, balki sunnatlardan sanaladi. Eng afzal va mukammal g'usl qilay desa, junub bo'lib qolgan va hayz, nifasdan saqaygan chaqda paklanish uchun vojib g'usl qilmoqchi bo'lsin yoki juma, hayit namozlariga, ihrom bog'lashga va shuningga o'xshagan vojib bo'lmagan g'usl qilganda bo'lsin, oldi bilan avratdagi va badandagi maynatlikni yuyish, andin namozga olganda kichik tahorat olib, andin beshiga suv qo'yib butun badanini o'ng tarafdan boshlab yuyish lozim. Agar kichik tahorat olmagan taqdirda oldi bilan avratdagi va badandagi maynatlikni yuyishi, og'zi burnini chayqishi, andin beshiga suv qo'yib butun badanini yuyish lozim. Bu tariqada yuyingan bo'lsa-mu, g'usl to'g'ri bo'ladi. Tahorati sunib ketmaganlar bo'lsa, bu g'usl bilan qayta kichik tahorat olib yurmayla namoz o'qisa bo'ladi. Hanafi mazhab imomlaridan Imom Musili rahimahulloh aytadi: G'uslining sunnatlari ikki qo'lini va avratini yuyish, badanidan maynatchiliklarni yo'qotish, andin namozga tahorat olgandek tahorat elish, oxirida butun badaniga 3 qatim suv quyish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mushunda g'usl qiladiganligini azvoji mutahharalari rivoyat qilgan. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam janobat sababli g'usl qilmoqchi bo'lsa, avval qo'llarini yuyatdi. Andin namozga tahorat olgandek tahorat oladi. Andin barmoqlarini suvga tiqib, namdab, chechining taktini ho'l qiladi. Andin beshiga qo'llari bilan 3 o'chim suv qo'yadi. Andin suvni badanining hamma yeriga qo'yadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ayoli Maymuna radhiyallohu anha so'zlab berganki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozga tahorat olgandek tahorat oldi-yu, putlarini yuvmadi. Avratini va uninga yuqqan nijosatni yuvdi. Andin butun badaniga suv to'kib bo'lgandan keyin yo'tkilib putlarini yuvdi. Mana bu Rasulullohning janobatdan keyingi g'uslidir. Oxirgi bu hadis bo'yicha ishlatilgan suvning chajirib ketishidan saqlanish uchun g'usl qiladigan o'rin suv yig'ilib qoladigan o'rin bo'lsa, ikki putini g'usl qilib bo'lgandan keyin yuvish mustahabdir. Yuqori hadislarga shundaqla g'uslning eng mukammal bo'lganligiga asosan olimlar g'usl qilishdan burun kichik tahorat olib o'tishni vojib emas, balki sunnat va mustahab deb qaragan. Tahi bu vaqtda olimlar ijmo borligini naql qilgan. Chunki junub bo'lsanglar poklaninglar degan oyatda yuyinishdan boshqaga buyurmagan. Bu g'usl qilsa kichik tahorat o'rnida bo'lganligini bildirdi. Yana kichik tahorat cho'ng tahorat ichiga kirib ketadi. Undaq bo'ladigan g'uslning durust bo'ladigan eng tuvanchaki badanidagi maynatchilikni yuyib o'tib, og'zi burnini chayqab butun badanini yuyishdir. Butun badaniga suv tegadigan tariqada ustidan 3 qatim suv to'ksa yoki ko'lchakka 1 qatim cho'milsa g'usl qilgan bo'ladi. Balkim odatdagi ahvolda g'uslning barliq sunnatlarini ado qilib yuyinib, aldirab qolganda eng tuvanchakini vujudga chiqarib yuyinish munosib bo'lsa kerak. Lekin ayollar o'rimi chochlarining tagiga suv yetkazishi lozim. Ummu Salama radhiyallohu anha aytadi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan: "Ey Rasululloh, men chechimni chang tartib o'rib oladigan ayolman. Janobatdan g'usl qilganda uni chuvamdim" deb so'rasam, "Yo'q, chuvishga kerak yo'q. Beshingizga 3 o'chim suv qo'ysangiz kifoya. Andin butun badaningizga suv to'ksangiz shuning bilan pok bo'lasiz" dedi. Albatta, bu yerda shuni ta'kidlab qo'yish kerakki, junub bo'lib qolgan va hayz, nifasdan saqaygan chaqda poklanish uchun vojib g'usl qilganda oldi bilan kichik tahorat olmayla g'usl qilsa, bu g'uslning kichik tahoratning o'rnida turadiganligida, g'uslidan keyin kichik tahorat olmayla shu g'usl bilan namoz o'qisa bo'ladiganligida olimlar o'rtasida asosan ixtilof yo'qligini yuqorida bayon qildik. Endi juma, hayit namozlariga, ihrom bog'lashga va shuningga o'xshagan vojib bo'lmagan g'usl qilganda yoki salqinlash yoki tozalik qilish uchun yuyinganda g'usl qilishdan burun kichik tahorat olmagan bo'lsa, bu g'usl bilan namoz o'qiy olamdi degan masalada albatta Hanafi mazhabda suv bilan olgan tahoratning namoz o'qish durust bo'lishi uchun niyat qilish kerak emas. Buningga binoan sunnat va mustahab g'uslida kichik tahorat olmasa-mu, bu g'usl bilan kichik tahorat olgan bo'ladi va namoz o'qiy oladi. Hanbali mazhab qarashimi shundaq.
Ammo Hanbali mazhabdagi yana bir qarashda va ko'pchilik olimlar qarashida sunnat g'uslida yoki salqinlash yoki tazliq qilish uchun yuyinganda oldi bilan niyat qilib tartib bo'yicha namozga olganda kichik tahorat olmay sunnat g'usl qilgan bo'lsa, bu g'usl junubluq yoki hayz, nifos sababidan bo'lmag'achqa kichik tahoratning o'rnini bosolmaydi. Natijada bu g'usl bilan namoz o'qiy olmaydi. Buning bilan o'qigan namozlarini qayta o'qish kerak bo'ladi. Chunki bu g'usul janobat g'usulsiga o'xshamaydi. Yana bu g'usulda tahorat a'zolari tartib bo'yicha yuyilmagan. G'usul qilganda kichik tahoratni niyat qilsa-mu, tahorat a'zolarini tartib bilan yuvmagandan keyin yanada bu g'usul kichik tahorat o'rnini bosolmaydi. Demak, bu qarash bo'yicha sunnat va mustahab g'usul qilganda cho'qim g'usulning oldi keynida kichik tahorat elibassa, andin bu tahorat bilan namoz o'qiy oladi. Lekin yuqorqi qarash shu kuchlik. Ya'ni mayli qaysi turdagi g'usl bo'lsin, bu g'usl kichik tahoratni o'z ichiga oladi. Buning bilan namoz o'qisa bo'ladi. Xuddi Qur'on o'qish uchun tahorat olgan bo'lsa, bu tahorat bilan namoz o'qiy olgandek. Sunnat g'usl qilsa, vojib g'usl ado bo'lgandaglar kichik tahorat bor hisobda bo'ladi. Uning ustiga tahoratni tartib bilan elish Hanafi mazhabidagi to'g'ri qarashda farz yoki shart emas, balki sunnatdir. Tövəndəki hadislarda kichik tahoratni tilga olmagan bo'lib, bu hadisdagi g'usullar kichik tahoratlik g'usulnimi, kichik tahoratsiz g'usulnimi o'xshash o'z ichiga oladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bundoq degan: Kimki juma kuni janobatdan yuyingandek g'usul qilib jumaga 1-soatda borsa, bir tugi qurbonlik qilgandek bo'ladi. Kimki 2-soatda borsa, bir kala qurbonlik qilgandek bo'ladi. Kimki 3-soatda borsa, minguzlik bir qo'chqor qurbonlik qilgandek bo'ladi. Kimki 4-soatda borsa, bir to'g'ri qurbonlik qilgandek bo'ladi. Kimki 5-soatda borsa, bir tal tuxum sadaqa qilgandek bo'ladi. Imom xutbaga chiqqanda farishtalarmi kelib xutba anglaydi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma mundoq degan: Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kimki juma namoziga kelmoqchi bo'lsa, g'usl qilsin deganligini anglagan. Samura ibn Jundub radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kimki juma kuni kichik tahoratla olsa, farz ado bo'ladi va yaxshi bo'ladi. Kimki g'usl qilsa, bu afzaldir degan. Yuqorqilar sunnat g'uslda kichik tahorat olmasimi bo'ldiganligining dalillari. Endi salqinlash yoki tazliq qilish uchun yuyinishga kelsak, Hanafi mazhabda niyat tahoratning ibodat sanalishi uchun shart. Namozning durust bo'lishi uchun tahoratni niyat bilan olgan bo'lishi shart emas. Undaq bo'ladigan Hanafi mazhab qarashi bo'yicha salqinlash yoki tazliq qilish uchun yuyinganda g'usl qilishdan burun kichik tahorat olmagan bo'lsa, bu g'usl bilanmi namoz o'qiy oladi. Xulosa, mayli farz yoki sunnat yoki mubah g'usl bo'lsin, eg'iz burnini chayqaganli bo'lsa, kichik tahorat olmagan bo'lsa-mu, cho'ng va kichik tahorat vujudga chiqqan bo'ladi. Buning bilan qayta kichik tahorat olmaymi namoz o'qiy oladi. Kichik tahorat bilan g'usl qilsa, taham mukammal va afzalni qilgan bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguridir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.